Salam kiçik dostlar. Mən Aqila Uyğur. Bugün Ormanlıqdakı Oyunlar degan kitapның davamını oquyman. Tülkünün düşü. Tülkü muşu bir neçə gündən beri bək çarçab ketdi. Onun şir bilan yolbasının padişahlığını talaşdırıb cədəlgi salmaqçı bolğanlığı Tusuqның bir dapçılışı bilan yox çıxdı. Hazır bu ormanlıqdakı hayvanlar şir bilan yolbasının oyunxanasını naxşa etib, usul oynab xuşal yaşadıdı. Başqalar tülkünü çətki qalxmayadigan bolsa-mı, o özüdən özüge xudük elib nima bilmeyvatıdı. Onların şatlıq oyunları qatnışalmayadıdı. Tülkü gündə birərsin əxmaq qılmış uyqusu gəlməydi. Neçə gündən beri uyqusu keçib beyaram olub yürətdi. Bugün eyiqni azraq bolsun koldurvaldım da boylağışqı köngli sal əmin tapqandək olub öykürüb özünü töşəkkə taşladı. O adışçı boyunca uxlaşdan burun tatlı xəyal qılışqa başladı. Bu ormanlıqda eyiq padişah olub qalsa yaxşılı bolatdı. Ocaqda mən on qol vəzir buluvelib, onun burnudan yetiləb özümün meylcə işqilatdım. Eyiq degan bu qabaq başqa həsəl bolsa da boldu. O həsəl nimanca amraqdı. Bu rast tatlıq nərsi bolsa gerek, deb azraq yeginimcə neçə güngəcə könlüm elişib beyaram olub yürdüm. Hilqə həsəl ərzi degan şümtəklərinin tumuşqunni çəqvalğını cüdəqi işqilib eyiqni padişah qılıb alsam, ataqqa o padişah bolğını bilən həqiqi padişah özüm bolatdım. Şunlaq bolduğan bolsa şir yolvas yelpiz degan haqavurlarının cəzisini bir-birləb beyrətdim. Börnüm sol qol vəzirlikə göstərdim. Böyle nemili bolsam meni özünün dostu bilib ketivatıdı. Tülkü ana şunda xiyallar bilan asta-asta uyquga ketdi. Heliq otlaqqa ormanlıqdakı kattıbaşlarının həmmisi yığılğan bolub, otlaqның o'ttirsidagi donga qatar qo'yilgan o'rindiqlarda eyiq, yolvas, shir, bo'ri, tulki, tusiqlar hayvat bilan o'ldiratdi. Bugun eyiqning padişah tulki bilan bo'rining vazir bo'lganligini jakarlayman. Jakarlaydigan kun bo'lg'achqa ormanliq boshqacha tus algan edi. Eyiq tulki bo'rilarning kayfiyati nəhayət çağ bo'lib, beşini götürüb meylisini kerib məğurrana o'ldiratdi. Tusiqning qo'lida kanay şəklində yögəlgən bir qog'oz turatdi. Shir bilan yolvas apisidan tilishgan kichik bolalardek salpiyib o'ldiratdi. U ikkisi bu yerda ko'pchilikning barlig'ini unutib qolgandek bir-biri bilan takallashatdi. Asli men padişah bo'lay desam, sen unutmadan endi bana obdan bo'ldimi? Yolvas shirga alaydi. Sen men padişah bo'lay desam, unutmagangu endi bizga vazirlik mu yo'qkan? Endi halimiz tulki bilan bo'rininkidanmi beter bo'ldigan o'xshaydi. Hammasi sening kasabdan bo'ldi, sening kasabdan bo'ldi. Xəşbük gapni az qilayli. Bu o'tib ketgan ishni tegaydigan yer emas, dedi Tusuq. Onun
Sözdün yolvas bilen şırkıcıl bolgandek jimip kaldı. Eyyek padişah bolganlığımni tezrek jakarlısa, toğudek bir hässeliyse muradımga yetetdim degendek ağızdan ap-ak mazgap çıkıp olduratdı. Tusuk yolvas bilen şirning möhrüsige desi öğrü durgandan keyin gelini qıraytip, qo'lidagi qog'ozni echib, tövendiki permanni o'qidi. Peyqar hammanglarga shundoq farmon qildiki, bugundan boshlab hayvonlar o'rmonligiga eyiq podshoh bo'ldi. Hayvonlar orasidan tantana sadosi ko'tarildi. Xapshuk keyin jakarlaydigan ish bor. Tusuq ana shundoq bir necha qitim vaqirgandan keyin cho'qan sadolar besiqdi. Podshohga bekitildi. Endi kimlarning vazir bo'lganligini hammaylarni qiziqtiradi. Tulki janoblari o'ng qo'l vazir bo'ldi. Tantana cho'qonlari yana bir qitim ko'tarildi. Bo'ri janoblari so'l qo'l vazir bo'ldi. Bo'rim qizg'in tantana ichida tabriklandi. Shir bilan yolvos biz hech narsa emasmi degandek o'rnidan turib ketgan bo'lsa-mu, ular haqida hech qanday gap bo'linmadi. Bundan keyin o'rmonlikning ishiga uchaylan hukmronlik qildi. Tusuq shundoq degandan keyin xuddi qanotli qushdek purrida uchib ketdi. Endi bu o'rmonlikning ishlari yo'q tulkiga qoldi. Tulki oldi bilan yolvosning o'yinxonasidan yolvosni qo'g'lab chiqarib, uni o'rda qildi. Shir o'yinxonasidan shirni qo'g'lab chiqarib, uning bo'ri bilan ikkisi turadigan o'rmonlikdagi barliq ishlarni boshqaradigan markazga aylantirib, ayiqni hasal bilan to'g'izib qo'yib, hamma ishni tulkiga o'z oldiga bajiradigan bo'ldi. U oldi bilan yolvosni va shirni oldiga chaqirtib mundoq dedi: "Ikkinglar bugundan boshlab bu o'rmonlikdan yo'qolgansizlar. Bu podshoh ayiqning farmoni. Sizlar mendan ranjib yurmanglar. Men podshoh ayiqqa yolvos bilan shirning bu o'rmonlikqa xeyli yuz obro'yi bor. Ularni haydab etsak, qayerga bordi desam, nega borsin, bugundan boshlab ko'zim ko'rmasin, o'rmonlikni tashlab yiroq yerlarga ketsin deydi." Bu qamlashmagan farmonni anglab, shir bilan yolvosning bek achchig'i keldi. Ular biz podshohning o'zini ko'rmagachga bu farmonga bo'ysunmaymiz deb joylik qilib turib oldi. Tulki shir bilan yolvos qattiq vaqirmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, qo'rqib oshiqtish gap qilmadi. Ish qilib men podshohning buyrug'ini yetkazib qo'ydim. Podshohning hozir sizlar bilan ko'rishgudek vaqti yo'q. Uning bilan zot ko'rishmasak bo'lmaydi desanglar, deganda kelsanglar ko'rishaylik. Kalidek yavaşlab qolgan shir bilan yolvos boshqa gap qilolmay bo'ldi. Vazir azam shunchalikligingizga tashakkur deyishib chiqib ketdi. Ularmi turli kishilar bilan tulkining oldiga darra aytib kelayotganlar ko'p edi. Mana uning oldiga to'yqush bilan bulbul ilgari keyin bo'lib kirib, tulkining hurmatini bildirmay o'zining gapini qildi. Biz podshoh ayiq bilan
görüşgil kelgen. Hemmisinin padişah ayak deyişlerini Türkiye'nin oğrısı kaynattı. Türkiye'nin oğrısını kaynattı. Padişah ayakka deydiğin geplerin bolsa mana degen. Men bu yerge bekar vezir bolup oturmayman. Böyle Türkiye'nin yanında otursam onun bir ağzını gep açmayattı. Emsi men devirey hazır bizning Kuşlar Mahallesining başqurdigan qush yo'q. Amal bolsa bizning başliq qilib qo'yadigan bizga hazır bizning Kuşlar Mahallesini başqurdigan qush yo'q. Amal bolsa meni başliq qilib qo'ygan bolsangiz to'y qush gapni udul qilib bir chetga o'ttirdi. Kuşlar Mahallesi demendek naqşa etalaydigani barmı? Bu to'y qush nemiga ishinib bizning mahallaga boshliq bo'lgudek qushlarning boshqa hayvonlardan farqlanib turadigan alaydiligi uchishtirsa ucholmaydigan bu darzini bizga boshliq qilib qo'ysanglar qandoq bo'ldi? To'yga bulbulning gapini bo'lyapti. Sen Kuşlar Mahallesi kim boshliq bo'lsa bo'lar? Men bulbul nayet tezil javob berdi. Men degan Tulki bulbulni mazaq qilgandek uning gapini takrorladi. Shu chaqda to'y qush adabsizlik bilan tulkining gapini tartib oldi. Bir tal yopirmoqchilik basdan yo'qtirib, boshliqdan tamaying barkina sening bizning mahallaga boshliq bo'lgandek nima alaydiliging bor? Sen mendek naqsha eta olamsan. Hay astroq varqiranglar bu turayotgan yeringlarning qaysi ekanligini bilmayapsizlar. Bo'ra oldidagi shirni shapaloqlab qo'yib o'rnidan turib ketdi. Biz vazirlarni ko'zlaringga elishmamsan. Bo'rining set huvlishi tulkini cho'chitdi. Bo'rining ruxsatisiz qaynab ketish tulkining ochig'ini keltirdi. Bo'riboy undaq varqirashni nima hojati? Bu ishga aralashmasangizmi o'zim hal qila olayman. Bo'rining solqol vazir ekanligini bildirib qo'yish uchun degan bir eg'iz gapining rad qilinganligi uningga zarba bo'ldi. Shunga u boshqa gap topolmay jim qoldi. Bulbuljon, sen naqsha eta oladiganligim uchun Kuşlar Mahallesiga boshliq bo'lsam bo'ldi demoqchimi? Boshliqlik naqsha etish bilan belgilanmaydi. Sen boshliqlikni ta'min qilmay naqsha etib o'yiningni o'yna. Tulkining bu gapi bulbulga to'g'ridek tuyuldi. Shundaqdimi u gap qilishdan to'xtamadi. Mening naqsha etishga bo'lsimi alaydiligim bor ekan, to'y qushining nima alaydiligi bor? U menda kuch odam ekan yoki menga o'xshash yaqinlik naqshalarni ayta oladi ekan. Hey naqsha etishdan boshqani bilmaydigan bir tishlam ovozi yaxshi deb qo'ysa nimancha sat vaqraydi mavu. Qushlarning arasida bo'ybasti meningidek cho'ng qush bormi? Qaysi qush chalbayonlarda mendek tez yugurayolaydi? Qaysi qush? Bo'ldi bas, achchiq kelgan tulki to'y qushining yepini bo'lyapti. Sizlar berib burun nima qilgan bo'lsanglar shuni qilinglar.
Biz Kuşlar Mahallesi'ne başlık bekitip bolduk. O kim? Bolduk. O kim? Töyü kuş bilen bulbul tengli sordu Kağa. Bir günden başlap Kağa Kuşlar Mahallesi'ne başlık boldu. Tülkiden bu gepni anlagan töyü kuş bilen bulbul. Ondaq bolsa biz Kağını tapaylı dep yürüp çıkıp ketdi. Böyle özü Solqol Vezir degen quruq ataqqa ega bolgan bolsa-mı hech qandaq əməli huquqning yo'qligidan norozi bo'lib, tartishdan boshqa hech narsa deyolmadi. Tulki ayiqning yoniga kelganda u andil uyg'onib asnab o'tiradi. Og'zidan mag'zab eqib ketganiga qaraganda uning qo'rsiqi ochganday qiladi. U tulkini ko'rib varqirdi. Meni bu yerga yolg'iz tashlab qo'yib, qayerga bording? Tez bo'l, hasal ekirib qo'rsiqim ichib bo'lolmay qoldim. Bo'ldi shah odilari, men hozirlik tayyor qilaman. Tulki hasal ardilariga bir necha ton hasalni tayyor qilib qo'ygan bo'lg'achqa ayiqqa o'z qo'li bilan bir ton hasal ekirib bermoqchi bo'ldi. Uning yomon qarzi bo'lg'achqa hasal to'ng'iga bir bo'laq zaharni selib aralashtiribdi. Qo'rsiqi ichib ketgan ayiq bir ton hasalni pak-pakiz yeyitib, uzoq o'tmayli qo'rsiqi chidag'usiz ag'rib vayjonlab ketdi. Voy qo'rsiqim vayjon, hey tulki degan harom tomoq, baya bergan hasaling qandoq hasal edi? Qarg'anda sen meni qasd qilgan o'xshaysan. Sen ayiq yana birdan to'lg'anib engrigandan keyin jon berdi. Helim yaxshi tulki ayiqni boshqalar bilmaydigan yerda uxlatib qo'yibdikan. Bek yaxshi bo'ldi. Endi men shah bo'ldim. Shah o'lgandan keyin Onqul Vezir o'zligidan podshoh bo'ldigan gap. Endi bu kalampay maxluqni o'zining o'nkiriga dafn qilib etay. Tulki o'nkirdan chiqib ketdi. Tulki o'rdaga qaytib kelgandan keyin o'rdadagi ayiqqa tava narsalarni yo'q qilib, taxtni o'ziga xos saranjonlashtirdi. U tajni beshiga kiyib taxtda o'tirgandan keyin u o'ziga to'ldi. Men shah bo'ldigan bo'ldim. Hey tulkijon, sen nega shah bo'lding? Tura o'rningdan. Tulki uyg'onib beshida hijorab turgan ayiqni ko'rdi.